Abdullah ibn Maktum ko'zlari amo bo'lgan, ko'r bo'lgan sahobalardan bo'lgan ekanlar. O'zlari ko'r bo'lsalar ham, amo bo'lsalar ham islomga birinchi kirgan sahobalardan. Ixloslari, muhabbatlari Allohga nihoyatda zo'r bo'lgan, Allohning diniga ixlos bilan yondashadigan sahobalardan bo'lgan ekanlar. Qiynalsalar ham namozga kelib, bir namozdan ikkinchi namozni mushtoqlik bilan kutib, Janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga biron bir oyat nozil bo'ladigan bo'lsa, shundan bexabar qolmaydigan maqsadda muntazam qatnar ekanlar. Shunda sahoba ikromlar Abdullah ibn Maktum, siz ko'r odamsiz, amo odamsiz, nogironsiz. Qiynalib qoldingiz. Xonadoningizda ham ibodat qilsangiz joiz bo'ladi-ku degan savollariga yo'q. Meni qalbimdagi ixlosimni so'ndirmang. Men Alloh uchun ixlos qildim. Meni ixlosim Allohga deb o'zlari yurib kelar ekanlar. Qiynalsalar ham muntazam ibodatda qatnashib turar ekanlar. Bir kun sarvari koinot payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam sahoba-i ikromlarning ichlarida turgan paytlarida Abdullah ibn Maktum ustirali loyga qorilgan holatda, chang holatda kirib keldilar. Shunda janob Rasululloh o'rnlaridan turib, "Ey birodarim Abdullah, nima uchun bunchalik holatda, chang holatda kirib keldingiz?" Shunda Abdullah ibn Maktum javob qilgan ekanlar: "Allohning rasuli, men amo odamman, ko'zim ko'r bo'lgan sahoba. Qiynalib yo'limni topolmay qolaman. Bilmasdan loyga yiqilib qolganligimni bilmay qoldim. Ko'zim ko'rligi tufayli yo'limni topolmadim. Bir xil paytda sizni qayerda o'tirganligingizni ham o'zim bilmay qolaman" dedilar. Shunda payg'ambarimiz sahobalarga qarata turib: "Ey birodarlar, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Abdullah ibn Maktum yashaydirgan manzil makondan to shu masjidga qadar bir arqon tutib qo'ysanglar, Abdullah ibn Maktum arqonni ushlab ibodatga kelib ketsinlar" degan taklif qildilar. Savob umidida yurgan sahobalar payg'ambarimizning takliflarini o'sha kuniyoq e'tiborga olib, chiroyli suratda arqon tutib berdilar. Abdullah ibn Maktum arqonni ushlab ibodatga, namozga ixlos bilan muntazam qatnab turdilar. O'sha kunlarni hayotlaridagi eng baxtli voqealardan deb o'zlari e'tirof qilgan ekanlar. Navbatdagi majlisda janob Rasul akram sallallohu alayhi va sallam sahoba ikromlarning ichlarida turgan paytlarida Abdullah ibn Maktum qo'llari qonga belangan holatda kirib keldilar. Qo'llaridan qon tomib turibdi. O'rnlaridan turib: "Ey birodarim Abdullah, nimaga qo'lingiz qon oqyapti? Nimaga bu ahvolga tushdingiz?" Shunda qo'llari qonga belangan sahoba Abdullah ibn Maktum javob bergan ekanlar: "Birodarim Muhammad, men namozga qatnab turardim, arqonni ushlab kelib ketardim. Buni ko'rgan g'ayur niyatdagi mushrik kofirlar, ko'zi ko'r odamga bunaqangi taqvoni nima keragi bor deb arqonni ayrim joylarga o'tkir ustara bog'lab ketishibdi. Bilmasdan ushlab qo'ydim, qo'limni kesib olganligini o'zim bilmay qoldim" dedilar. Qarasalar 4 ta barmoq uzilib ketgan, qonab turgan qo'llarini janob Rasululloh muborak ko'zlariga surib yig'lagan ekanlar. Payg'ambarimizning ko'zlaridan yosh quyilib kelgan ekan. Sizdek ixlosi zo'r bo'lgan, taqvosi Allohga muhabbati zo'r bo'lgan, shunda sahobani ustidan kulib shu kuyga solganlarning hisobini Alloh qilsin. Men Allohga topshirdim dedilar. Shunda Jibril alayhisalom paydo bo'lgan ekanlar. "Ey birodarim Muhammad, quloq tuting. Abdullah ibn Maktum onani qornida homila bo'lgan paytlarida ko'r bo'lib tug'ilishni Alloh taqdir qildi. Ko'r bo'lib tug'ildi. Ko'r bo'lib yashaydi. Ko'r bo'lib o'ladi.
ko'r bo'lib qabrga kiradi. Munkar nakir farishtaga ham ko'r bo'lib hisob beradi. Hattoki qiyomatda ham ko'r bo'lib tiriladi, ammo Allohning jamolini birinchi shu sahoba ko'radi. Agar xohlasangiz Abdullah bin Maktumni ko'zlarini ochaman. Lekin Allohning jamolini hamma qatori ko'radi, birinchi ko'rmaydi dedilar. Bu gapni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Abdullah bin Maktumga yetkazdilar. Abdullah bin Maktum, biz duo qilamiz, duoyimiz ijobat bo'ladi. Sizni ko'zingiz ochiladi. Ammo Allohning jamolini birinchi ko'rmasdan hamma qatori ko'rasiz dedilar. Shunda Abdullah bin Maktum javob bergan ekanlar: Allohning rasuli, meni ko'zim ojiz ekanu, lekin butun vujudimni Allohga bag'ishladim. Meni ixlosim, muhabbatim Alloh uchun bo'lgan. Shu ixlosda ketishni men yaratgandan so'rayman. Ko'zim ochilib fitna fujur, g'iybat, ig'volarni ko'rgandan ko'ra ko'r bo'lib o'lishni afzal topdim-u, lekin Allohning jamolini birinchi ko'rishni umid qilaman dedilar. Haqiqatdan ham Abdullah bin Maktum Allohning jamolini ko'rishga loyiq bo'lgan amallarni qilib o'tgan ekanlar. Vatan himoyasi, musulmonlarning manfaati uchun mushriklar qattiq bir jang boshlab kelgan paytlarda Rasulullohning qatorlarida turib jangga qatnashar ekanlar. Shunda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam: "Ey Abdullah bin Maktum, siz jangga chiqmang, ko'zingiz ojiz bo'lsa, a'mo bo'lsangiz, sizga ijozat bormang" deganlarda ham yo'q. Vatan boshiga musibat tushganda, musulmonlar tahqirlangan paytda men chetda turmayman, qalbimdagi ixlosimni so'ndirmang. Meni ixlosim Alloh uchun. Qo'limdan hech narsa kelmasa ham kamon otadiganlarning o'qini uzatib turay. Orqasida turib xizmatini qilay. Ovqat bo'lib qozonida qaynamasam ham uchqun bo'lib o'chog'ida yonish xohlayman. Allohning rasuli, qalbimdagi ixlosimni kuydirmang dedilar. Jangga qatnashar ekanlar. Janob payg'ambarimizning vafotlaridan keyin Abu Bakr Siddiqning xizmatlarida bo'ldilar. Og'ir janglarda yana qatnashdilar. Abu Bakr Siddiqdan keyin Hazrati Umarning davrlari kelgan paytda Rum kofirlari bilan, Rum mushriklari bilan qattiq jang bo'lgan ekan. Musulmonlarning ustiga qo'shin tortib kelgan bir paytlarda, vatan tahlikada, musulmonlar tahqirda qolgan paytlarda Abdullah bin Maktum yana yig'lab kelgan ekanlar. Hazrati Umar: "Men janob Rasulullohning davrlarida ham jangga chiqdim. Hazrati Abu Bakr Siddiqning davrlarida ham jangga chiqdim. Vatan boshiga musibat tushgan paytda meni chetda qoldirmang, ixlosimni so'ndirmang. Men Alloh uchun ixlos qildim, jangga chiqaman" dedilar. Shunda Hazrati Umar aytgan ekanlar: "Ey Abdullah bin Maktum, siz amo odam bo'lsangiz, nogiron bo'lsangiz, ko'zingiz ko'r bo'lsa, otda yurolmasangiz, qilich chopolmasangiz, oldingizda turgan do'st bilan dushmanning farqiga bora olmasangiz, qandoq qilib jangga chiqasiz deganlarda o'zimga munosib bir vazifani bering, men shu vazifani ado qilay." Nima vazifani ado qila olasiz Abdullah bin Maktum? Menga janob Rasulullohning qo'llari tekkan bayroqni bering. Shu bayroqni ko'tarib men baland qoyaga chiqib tursam, dushmanni qo'li baland kelsa ham shu bayroqni ko'rgan musulmonlarga Xudo nusrat beradi, ixlos beradi. Janob Rasulullohning bayrog'ini ko'rgan musulmonlar orqaga chekinmaydi. Xudo bularga bir quvvat beradi, imkon beradi. Shu bayroqni meni qo'limga bersangiz, shu vazifani men ado qilay dedilar. Hazrati Umar Abdullah bin Maktumning qo'llariga bayroqni uzatayotganlarida o'pkalari to'lib ketgan ekan. Yig'lab o'rgan ekanlar. Abdullah bin Maktum: "Meni bir iltimosim, bu bayroqqa janob Rasulullohning muborak qo'llari tekkan. Dushmanning qo'liga tushib qolmasin. Ehtiyot qilasiz" degan
niyat bilan shu bayroqni Abdullah bin Maktumni qo'llariga berdilar. Abdullah bin Maktum bayroqni ko'tarib baland qoyaga chiqib ketdilar. Jang qattiq bo'ldi. Haqiqatdan ham dushmanning qo'li bir necha bor baland kelgan ekan. Musulmonlar orqaga chekinamiz deb turgan paytlarida Abdullah bin Maktum bayroqni ko'tarib turganligini ko'rib, Rasulullohning bayroqlarini xilpirab turganligini ko'rgan musulmonlarga Alloh quvvat bergan ekan, imkon bergan ekan, ixlos bergan ekan, nusrat bergan ekan. Janob Rasulullohning bayroqlari turibdi. Payg'ambar qarab turganday bo'lib turibdilar. Orqaga chekinishimiz qandoq bo'lar ekan deb musulmonlar oldinga qarab yurgan ekanlar. Bir necha soat davom etgan jang musulmonlarning g'alabasi bilan zafar quchib nihoyasiga yetgan ekan. Shunda Hazrati Umar atrofga bir nazar soldilar. Murdalar yerda qalashib yotgan bir holat. Abdullah bin Maktum ham ko'rinmasdilar. Ularning qo'llaridagi bayroq ham ko'rinmasdi. Sekin astalik bilan qidirib borsalar, Abdullah bin Maktum 15 joydan o'q yegan holatda, kamonni paykonlari vujudini teshib ketgan, qonga belangan holatda jon berayotgan paytlarida dushmanning qo'liga tushib qolmasin deb bayroqni tishlari bilan tishlab turib jon bergan ekanlar. Shunda vujudi qonga belanib yotgan sahobani ko'rgan Hazrati Umar bag'irlariga bosib yig'ladilar. Otam, onam sizga fido bo'lsin. Allohning jamolini ko'rish sizga muborak bo'lsin, ey birodarim Abdullah bin Maktum. Ko'zi ko'r bo'lsa ham qalb ko'zi ochiq bo'lgan birodarim. Qilgan amalida riyo ko'rinmagan, ixlosi taqvosi Allohga zo'r bo'lgan birodarim. Sizni bugungi qilgan amalingiz muborak bo'lsin deb yig'lab, ko'zlaridan yosh oqib, Abdullah bin Maktumni bag'rlariga bosgan holatda qattiq faryod chekkan ekanlar. Hazrati Umarning o'zlari janozani o'qib ado etganlardan keyin muborak qo'llari bilan Abdullah bin Maktumni lahadga qo'ydilar. Lahadga qo'yganlardan keyin sahobalarning ichlarida, ey birodarlar, bugun biz kimni qabrga qo'ydik? Bugun biz kimni janozasini o'qidik? Bugun biz qabrga qo'ygan zot, janozasini o'qigan zot, qalbida ixlosi zo'r bo'lgan, riyo bo'lmagan, odamlarning so'zi maqtovi uchun emas, odamlarning ko'zi uchun emas, balki Allohning rizosi uchun chiroyli amal qilib o'tgan, qilgan amali bilan Allohning jamolini birinchi ko'rishga musharraf bo'ladigan zot Abdullah bin Maktumni janozasini o'qidik. Shunda zotni janozasini o'qishlik sizlarga ham muborak bo'lsin degan. Menga janob Rasulullohning qo'llari bayroq. Bunaqangi taqvoni nima keragi bor deb arqonni ayrim joylarga o'tkir ustara bog'lab ketishibdi. Vatan boshiga musibat tushgan. Musulmonlar taqirlangan paytda men chetda men muhabbatga aytdim. Seni tanimagunimcha o'lmayman. Muhabbat dedi. Meni taniganlar o'lmaydi. Mavlono Jaloliddin Rumi. Sevgingiz deb maydonga keldim ya Rasululloh, dardim bilan davronga kirdim ya Rasululloh. Zokirning zikri yorini tark ettirar ag'yorni, oshiq bo'lgach dildorni ko'rdim ya Rasululloh, ko'rdim ya Rasululloh. Sevgingiz deb maydonga keldim ya Rasululloh, dardim bilan davronga kirdim ya Rasululloh. Zokirning zikri yorini tark ettirar ag'yorni, oshiq bo'lgach dildorni ko'rdim ya Rasululloh, ko'rdim ya Rasululloh.